bizning kelajagimiz, siz bizning ertangi kunimiz. Ertaga siz baxtli bo'lsangiz, siz yaxshi kasblarning egasi bo'lsangiz, yaxshi o'qisangiz, bizning mamlakatimiz ham shunday rivojlanadi. Prezidentimizni ko'ryapsizlar, joylarga borayotganlarda har doim shu bolalarning hammasini bag'riga bosyapti. Bugungi tadbirimizda yurtimiz tinchligi, musaffo osmonimiz va vatan himoyasini ta'minlash uchun hayotini bag'ishlagan, o'z xizmat burchiga sadoqat bilan qolgan, vatan taqdirini o'z hayotidan ustun qo'yib, qahramonlarcha halok bo'lgan hamkasblarimizning farzandlari ham ishtirok etmoqda. Qurolli kuchlar tizimiga kiruvchi barcha vazirlik idoralarida xizmat qilayotgan ofitserlarimizni, serjantlarimizni, oddiy askarlarimizni o'z yurtini himoya qilish yo'lida qahramonlarcha halok bo'lganlarning farzandlari biz doim ardolab kelamiz ularni. Prezidentimiz tomonidan ularga barcha sharoitlar yaratib berildi. Farzandlarimiz o'z otalarini hayot yo'li bilan, otalari bilan faxrlanishi kerak bo'ladi. Bir umr bularga juda ham katta faxr, bularni otalarining umri butun dunyo uchun, butun O'zbekiston xalqi uchun namuna bo'ladi. Men Qodir Safarbek Ma'rufjon o'g'liman va mening dadam harbiy uchuvchi bo'lgan. O'zini vatanini sevib, o'zini vatanini himoyalab, o'zini jonini fido etgandi. Va men ham dadamga o'xshab harbiy uchuvchi bo'lmoqchiman. Rahmat Zafarbek, iloyim niyatlaringizga yeting, eng zo'r harbiy uchuvchi bo'ling, yaxshi unvonlarga sazovor bo'ling. Chegarada narkobaronlar bilan bo'lgan to'qnashuvda qahramonlarcha halok bo'lgan. Turmush o'rtog'imning vafotidan keyin prezidentimizning tashabbusi bilan, uy-joy bilan, ish bilan ta'minlandik. Buning uchun mana shunday chiroyli, fayzli, tinch vatanda yashayotganimiz uchun va bizga ko'rsatilayotgan hurmat, e'tibor, qilinayotgan xizmatlar uchun avvalambor prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Onalarimiz haqiqatan jasoratli ayollar. Mana shu yerda o'tirgan ayollarimiz, sizlar albatta o'sha turmush o'rtog'ingizning umrini ham Xudoyim sizlarga berib, sizlar mana shu farzandlaringizni o'sha turmush o'rtog'ingiz bilan qanday orzu qilgan bo'lsangiz, baxtlarida karra ko'pini ko'rib, to'ylarini, kelajakdagi chiroyli hayotlarini ko'rib yurish sizlarga nasib qilsin, aziz onalar.